Aziz do'stlar, mana bu xonadonga eshitibsizlar. Ulsoli Anqo'ydan Said Asam Quyoshni marhuma aziz onajonni yodlab yozgan she'ri Abu Bakr Mahmudning Kiburchalu qo'shiq o'qimog'ida eshiting, yashang, sog'. Mani tashlab bu dunyodan safar qilgan onajonim, joyingiz jannat bo'lsin onajonim, onajonim. Mani tashlab bu dunyodan safar qilgan onajonim, joyingiz jannat bo'lsin onajonim, onajonim. Joyingiz jannat bo'lsin onajonim, onajonim. Vasiyatlar qilardiz meni qabrga sen qo'ygindim, majbur edim borolmadim o'lganingizda onajonim. Vasiyatlar qilardiz meni qabrga sen qo'ygindim, majbur edim borolmadim o'lganingizda onajonim. Meni tashlab bu dunyodan safar qilgan onajonim, joyingiz jannat bo'lsin onajonim, onajonim. Joyingiz jannat bo'lsin onajonim, onajonim. Duoylarman onam abdiga yetkirgan, bugun endi topolmayman mehribonim onajonim. Xudoyo duoylarman onam abdiga yetkirgan, bugun endi topolmayman mehribonim onajonim. Meni tashlab bu dunyodan safar qilgan onajonim, joyingiz jannat bo'lsin onajonim, onajonim. Joyingiz jannatda bo'lsin onajonim, onajonim. Hasan Quyosh yozarman she'r qilib didala
diydalarim giryon. Qancha yozsam kam yurur bu ona vasfiga dostonim. Asan quyosh yozarman she'r qilib diydalarim giryon. Qancha yozsam kam yurur bu ona vasfiga dostonim. Mani tashlab bu dunyodan safar qilgan onajonim.